O'zbekiston Respublikasi Prezidenti raisligida joriy yilning 5-mart kuni o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida Muborak magistral gaz quvurlari boshqarmasida yig'ilish bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Yig'ilish davomida mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan tizimli islohotlar muhokama qilinib, xodimlarning ushbu jarayonda faol ishtirok etishi lozimligi ta'kidlandi. Prezidentimiz o'z nutqida korrupsiya davlat rivojiga jiddiy to'siq ekanligini ta'kidlagandek, unga qarshi tizimli va qat'iy chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligi haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu borada raqamlashtirish va jamoatchilik nazoratini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat hududlarida shaffoflikni oshirish va ochiq ma'lumotlar tizimini kuchaytirish hamda jamoatchilik nazoratini mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilishda boshqarmadagi xodimlar tomonidan respublikamizning tabiiy boyligi hisoblangan tabiiy gazdan to'g'ri foydalanish, uni iqtisod qilish, ishlab chiqarishda ishlatiladigan material texnik resurslardan unumli foydalanish to'g'risida hamda tabiiy gazni transportirovka qilish jarayonida texnologik yo'qotishlarni oldini olish, o'g'irliklar holatlariga yo'l qo'ymaslik to'g'risida gapirib o'tildi. Bundan tashqari, tovar moddiy boyliklarini xarid qilish jarayonida, xodimlarni ishga qabul qilish jarayonlarida o'sha manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik, har bir xodimlardan o'zlariga o'sha boshqarmadagi xodimlarning o'zlariga tegishli bo'lgan deklaratsiyalarni to'g'ri tuzilishini to'g'risida tushuntirishlar olib borildi. Shuningdek, yig'ilish davomida korrupsiyaning oldini olish bo'yicha ichki nazorat tizimi joriy qilinishi va uni yanada takomillashtirish zarurligi muhokama qilindi. Shu jumladan korrupsiyaga qarshi ichki nazorat bo'linmalarining faoliyatini optimallashtirish, xodimlarning malakasini oshirish va ularning axloqiy me'yorlarga rioya etishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rish rejalashtirildi. Bu kabi chora-tadbirlar boshqarma faoliyatini ochiqligi va shaffofligini ta'minlab, korrupsion xavf-xatarlarning oldini olishda ahamiyat kasb etadi. Yig'ilish yakunida korrupsiyaga qarshi kurash har bir fuqaroning fuqarolik burchi ekani, bu borada hamma birdam harakat qilishi lozimligi ta'kidlandi.